Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Biz hozir Farg'ona viloyati Quvasoy tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda tunukafonchi ustakalarimiz bu xonadonimizni mana shunaqa go'zal holatda tunuka qilib berishibdi. Hozir ustakamizning o'zidan ma'lumotlarni olib o'tamiz. Nech puldan qilishdi, nech kvadrat tunuka ishlatildi. Barcha ma'lumotini ustakamizning o'zidan so'rab olamiz. Xo'p, bo'lmasam ustakamizdan ma'lumot olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum ustaka, charchamadinglarmi? Ahvollari yaxshimi? Yaxshi tugatib oldinglarmi? Rahmat Alloh. Xo'p, ustaka, bu xonadonimiz haqida ma'lumot bering. Qancha bo'ldi, nech kvadrat bo'ldi, nech pulga bitdi, shular haqida. Bu haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, men bo'ldi ko'rdik. Xo'p, ustaka keling, men sizga o'zim savol beraman, shunchaki siz javob bering. Aybga buyurmaysizlar, qadrdonlar ustakamiz ekran qarshisiga umuman chiqmagan, o'zini ko'rsatmagan, shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Ozgina hayajon bo'lyapti. Bu xonadonga necha kvadrat tunuka ishlatdinglar? Bu xonadonimizga shu fasonda hisoblaganda 137 kvadrat tunukafon mahsulotini ishlatdik. Bu tunukani kvadratimi yoki joydi kvadratimi? Bu tunukani rasxodga hisoblaganda tunukani kvadrati. Ha, demak, joydi kvadrati emas, tunukani kvadratiga pul olasizlar. Mana bu kosmos alohida yuradimi yoki mana shu kvadrat ichida bo'ladimi? Yo'q, bu hozirda 2025-yildagi eng trendga chiqqan kosmosimiz, bu alohida yuradi. Hozir donasini 2 million so'mdan qilib bermoqdamiz. Ha, demak, bu yerga 2 dona o'rnatilgan, shunda 4 million so'mga mana shu kosmosini o'rnatib berdinglar. Xo'p, 137 kvadrat tunuka fondi 1 kvadratini nech puldan qilib berdinglar? 100. Aybga yurmaysizlar, qadrdonlar, ozgina hayajon bo'lyapti. 1 kvadrat metrini nech puldan qilib berdinglar? Barcha xarajat ichida. 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib berdik. Hamda bu ikkita kosmosi bilan o'sha hisoblaganda 1800 dollarga qilib berdik. Ha, demak, bu xonadonimizni mana shu darvozaxona, tashqari shapka va ichkari shapkalarini kosmosi bilan birgalikda hisoblaganda 1800 dollarga bitkizib berdingiz. Zo'r ustaka, juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. Qolgan ma'lumotini men o'zim berib o'tishga harakat qilaman. Albatta mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, qadrdonlar, xudo xohlasa do'stimiz ham endi mana kanal yuritmoqda, qilgan ishlarini YouTube kanallariga joylamoqda. Paddeshga qilib turinglar, bittadan laykni bosib, hech bo'lmasa bittadan komment yozib qo'yinglar. Olg'a Abdug'ani usta deb yozib qo'yinglar. Do'stimizga motivatsiya bo'ladi va xudo xohlasa sizlarga chiroyli qilib video obzorlar qilib berishga harakat qiladi bundan buyog'iga. Xo'p, razmerlarni men o'zim aytib o'taman. Qadrdonlar, darvozaxonamizning uzunligi 10,5 metrga, eni 425 sm, 2 dona kosmos o'rnagan bu yerga. Tashqari shapka va ichkari shapkamizning razmeri esa uzunligi 15 metrga, tagi 73 sm chiqqan. Undan tashqari mana bu regellari ham bo'lgan. Hurmatli obunachilar, bu xonadonimizni zo'r qilib ustalarimiz bitirib berishdi. Agar sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. E'tiboringlar markazida usta Abdug'ani va uning do'sti bo'ldi.